Xullas boshlandi aziz do'stlar. Mo'ykadan keyin hamnaqa dog'larni qora rangda artib chiqish. Mo'yka qilib bo'ldim bo'lmasam, lekin mana hali suvlarni artib olman. Tabriklaysiz, mana hamyog'ini ham hozir yana bitta fulash kerak. Mazza. Qanaqa mazza? Buni aytib o'tinglar kommentariyada fikringizni bildirib. Qanday mazza? Xo'sh, xullas mana avtomobilimizni yana yangi ish jarayoniga, yangi kunga tayyor bo'lib turibmiz. Xudo xohlasa ishimizni boshlashi. Sizlarga tanish bo'lgan, sizlarga tanishtirib o'tgan Honda avtomobilimizni, qadrli do'stlar, bir qator obzor. Faqatgina bugun nima tarifda? Comfort Plus va elektro tarifda. Ba'zi bir sabablarga ko'ra nima deymiz endi? Mazza deydi, mazza. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, Taxi Store kanalini sodiq muxlislari. Ko'rib turganingizdek, biz o'z ishimizni boshlab olishga harakat qilyapmiz. Lekin mana Mo'ykadan chiqqanimizdan keyin ham qora rangli mashina haydaydigan insonlar bu narsani juda yaxshi tushunishadi. Qanaqa dog' oqishi, qanaqa nima bo'lishini. Xullas, ko'p gapirib o'tirmayman. Eslatib o'taman, bugun haftalik xohlasa dushanba kuni 3-noyabr soatimiz 3:19 o'tdi. Zaryadkamiz 95%, 471 kilometr zapas hod ko'rsatyapti. Nima deymiz? Ishni boshlaymiz. Liniyaga chiqdik. Bu kechaga o'sha 6 zakaz, ya'ni kechqurun ishlaganmiz. Undan tashqari tabriklasak bo'ladi. Yana bir marta biz platina darajasiga yetishdik. Reytingimiz 4.94. Taksi parkimiz bo'lsa nima? Smart taksi. Smart taksini gapirib o'tirish shart emas. O'sha yillar davomida biz maqtab, gapirib, tushuntirib o'tganmiz. Ba'zi bir insonlar komissiyasi kattaroq, bir foizli taksi parklar bor. Unaqa bu, bunaqa deydiganlar bor. Men hech kimni majburlamayman. Hech kimga hech narsa demayman. Aziz do'stlar, menga shu taksi park ma'qul, to'g'ri foizi kattaroq bo'lsa ham, lekin texpat berishgasi ham, operatorlari ham, yordamlari ham 24 ga 7 qo'ldan kelgancha yordam berishadi. Bu yerda muammolar bo'lib qolsa, pul yetishda muammo bo'lib qolsa, agar rostdan ham zarur bo'lsa, o'zligisini hisobidan ham kerak bo'lsa tashlab berishgan paytlar bo'lgan. Bu faqatgina menga emas, balkim bir qancha insonlarga rostdan zarur bo'lsa, agar endi siz reklama qilasiz, siz unaqa qilasiz, siz bunaqa qilasiz, yo'q. U narsa uchun emas, aziz do'stlar, men birinchi Yandex kirib kelganda O'zbekistonga birinchi ulangan taksi parklarimdan biri shu bitta, birinchisi shu yo niyat yo omad taksi edi va bu bo'ladi. Omad taksida men 2 kun ishlaganman. Nimadir dokumentatsiyasi nimadir noto'g'ri ketgan, texpat berishasiga men qancha yordam so'rasam ham yordam berishmagan va Yandex ishlatishni to'xtatganman. Shu bilan keyin nimadir bo'lib 3-4 kundan keyin aniq eslolmayman, shu smart taksiga ulanib qolganman. Sanjar menejeridan oldin Nodir aka degan shu operatorlari bor. Shu inson bilan tanishib, shular menga ancha yordam berib, bo'lmasa endi ulangan haydovchiman, erimni hamma narsani tushuntirib, chunki hech narsaga tushunmayman, agregatorda ishlashni bilmayman. Taksometr, navigator degan narsalarga qarab yurish degan narsalar bo'lmagan. Nima deydi? Shundoq gaplashib, shundoq adres bilan ketadigan mahallalarimiz bo'lganmiz ana. Va shu bilan oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin endi shundoq deganda nima degani, ya'niki ko'chadan og'zaki taksi to'xtatilardi, bir adresni o'sha orientirovka qilib aytirilardi, o'sha yoqqa olib borilardi. Yandexda ham ko'p odamlar adres belgilashmasdi, og'zaki aytishardi, olib borardik. Keyin Yandex navigatori встроенный emas, balkim отдельный alohida navigator bo'lardi. Unga qanaqa o'tkaziladi, uni qanaqa nastroyka qilish kerak, kech tozalab turish, yana nimadirlar, xullas erimni har kuni men telefon qilardim. Nodir aka, mana bunaqa narsa bo'lyapti, bunaqa bering, bunaqa bering, yoki bo'lmasa mashina o'zgartirish kerak bo'lsa ham rasm tashlab oling, nimadir qilib oling degan narsalar, ortiqcha narsalar yo'q edi. Hammasi osonlashtirilgan. Og'zaki yetib turardim, og'zaki ulab turardilar. Balansimda pul qolmay qolsa, bizaga elektro tarifdan 1.9 kilometrdan zakaz tushyapti aziz do'stlar. Nima demoqchi edim? Balansda уже pul turish kerak bo'lgan paytlar paydo bo'lgandan keyin ham boshida Yandexga biz pul to'lamasdik, aksincha bizga Yandex pul to'lardi.
pul tugab qolsa, boshqa bo'lib qolsa ham, qarzga bo'lsa ham ochib berib ishlatardilar. Hatto meni hali 100% ko'rmaganlar, men ham tanimasdim. Va mana shunaqa qilib tanishib yaqindan tak betochkamiz ko'rinmaydi, chunki men zakaz kecha rosa atmen qilganman. Prioritetimdan ozgina ballar yetarli emas, shuning uchun xullas mana shunaqa qilib tanishib, biz bu inson bilan gaplashib, boshqa qilib ishlashni boshlaganmiz. Mana shu 2017-yilmi, 18-yil bo'lsa, yangi bu gaplar hozir mana 2025 oxirlayapti. 2025-yil oxirlayotgan bo'lsa ham, bizani o'sha tanishligimizni, boshqamizni oxirlayotgani yo'q. Ishlab turibmiz, Xudoga shukr, hali-haligacha. Yana bir marta aytaman, boshqa taksi safarlariga nisbatan komissiyasi yuqoriroq bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham bizga ma'qul bu narsa. Misol uchun, boya aytganimdek, bundan ko'p juda yaxshiliklar ko'p bo'lgan, hammasini sanab o'tishga nima deydi, biz yeriganlik ham bo'lib qoladi. Video davomida aytib o'tamiz, Xudo xohlasa. Kommentariyalarni o'qib chiqdim hammalarni. Kimdir Honji'ni o'rniga Malibu yaxshi edi, kimdir biznes yaxshi emas edi, kimdir yana nimadir, kimdir Comfort Plus ishlayvering, elektron ishlayvering. Hamma o'zining fikrini bildirib o'tgan. Hammalar nima deydi, fikr bildirishga haqlisizlar. Faqatgina bitta kommentariya odam ajratmay, o'sha odamning viloyatdanligini bildirmasangiz ham bo'lardi. Mana ortiqcha gap so'z bo'lyapti deb qaysidir bir obunachimiz yozibdi. Men odam ajratish ma'nosida emas. Do'stim, shunchaki ko'p shunaqa holatlar bo'ladi. Shu viloyatdan bizga shu kelganlar, mehmon bo'lib kelganlar, do'dirab qolishadi ozgina. O'zini yo'qotib qo'yish holatlari bo'ladi. Shunaqa holat bo'lmasin deb siz o'sha videoni yaxshilab ko'ring, to'g'ri. Har bir inson tangani o'zicha ikki taraf bilan qarashga, ikki taraf bilan fikr bildirishga, fikr olishga, xayol qilishga haqli. Lekin siz o'ylagan darajada, ma'noda men misol uchun odam ajratadigan inson emasman. Uning uchun men munofiq bo'lishim kerak yoki da bo'lmasam bilmayman kim bo'lishim kerak. Yunusobodga, to'g'rimi? Yo'q. Amaki orqaga o'tib oling degan sababi, men buni hali prashipga qilmaganman. Oldida o'tirsangiz, men bunaqa remen taqish kerak bo'lyapti. Вам понятно же, правильно? Правильно. Некоторые люди не хотят пристегнуть ремень, ну, обижаются на мне. Лучше сесть назад, и все. Все правильно. Из-за этого я сказал вам назад сесть. А вы откуда? Из Баку. Баку? Понятно. Гости, да, значит? Да, понятно. Xo'sh, aziz do'stlar, biz 34 daqiqada 72.500 so'mlik zakazimizni amalga oshirib bo'ldik. Klientimiz bizga 75.000 berdi. Roziman dedi, chunki yo'lda bir-birimizning tilimizni topib olib, ancha tanishib, yaxshi gaplashib ketdik. O'zi ko'pchilik inson bilan men chiqishib ketib, gaplashib o'tiraman qo'ldan kelgancha. Men boshida xo'marayib chiqqan taqdirda ham bu yog'iga tirjayib, xursand bo'lib qo'ldan kelgancha shurvoshga harakat qilamiz, chunki mana o'shanda odamda rizochilik degan narsa ko'proq bo'ladi. Ne? Yaxshi, yoqsa yaxshimi, yoqmasami? Qaysi biri sizga? Yoqsa yaxshi. Nima ish qilasiz o'zi? Veterinariya ishlayman. Yaxshi. Honji nima deysiz? Qanaqa mashina, yaxshimi? Chiqomingiz o'zi bunaqasiga ham? Yengechasiga? Qalay fikringiz? Kengmi? Yaxshi, yaxshi. So'rab qo'yish kerak. Mana bunaqa 222 Mersa kelib qolsam, chaqirganingiz Xudo xolasa. Xudo xolasa kelib qolsam nima deysiz o'zi? O'tiraverasiz? Soqasini berib olmanu demaysizmi? Men o'tirmayman deb. Qadrli do'stlar, 3 kilometr masofa 6 daqiqa Comfort Plus tarifidan 17,5 ming so'm pul bizning hisobimizga kelib tushdi desam ham bo'ladi. Honji haqida mijoz bilan fikr alishdik. Honji yaxshi ekan. Buni keyin yengichasi desam, ha dedi, keyin men qarab tushunib qoldi o'zlari. Bunisiga endi chiqishim, lekin yaxshi. Honji haqida fikr yaxshi, xudo xolasa. My taksini yana qaytadan yonidim. Yandujon bizga zakaz berib qoldi. 5 sim koeffitsiyenti bilan salkam 1 kilometr masofadan 2 dan ham bor ekan, 3 dan ham bor ekan. Farqi 2 dan bo'lsa 2 dan boramiz. Yunusoboddamiz. To'g'ri, orqa qulayroq. Va alaykum assalom. Tak. Xuroson, ha? To'g'ri.
Oldida ko'pchilik remen taqishdan bosh tortyapti-da. Taqmasangiz chiyillab jonga tegayotdi, shuning uchun ko'nglingizga olmaysiz do'stim. Yaxshilik ko'rishinglar. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'p. Osh. 15 ming so'm bilan yopdik zakazni. Aziz do'stlar. Hozirgi klient kimdir nomerini oldi telefonda. Keyin shu bilan keyin olayotgan odamiga mamlaqamida nomeri deb meni kerilib gapiryapti. Keyin shu nomer egasiga telefon qilib, "Alo, okajon, assalomu alaykum." G'iybat emas, menga kulgili tuyulgan joyni aytmoqchiman. Kecha siz bilan kontur o'ynadik deyapti-da. Men endi bu narsasi qolib ketgan yoki nimadir bo'lib qolganmikin desam, bugun bolalar yana davay deyishyapti, soat 11larga bir otishmaymiz ham deyishyapti-da, bir-biriga qarab. Juda bir g'alati eshityapti, chunki men o'zim bunaqa o'yinlar o'ynamayman. Kompyuterxonada yig'ilish uchun bir-biri bilan shunaqa narsalar qilib gapirib ketishyapti. Rosa kulgim qistadi. Bugun bir otishmaymiz ham deb baraga topdi. Mana shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Sog' bo'ling. Xo'sh. Navbatdagi 4-zakazimizni biz xudo xohlasa amalga oshirib bo'ldik. Soatimiz 5 dan 6 daqiqa o'tdi. Bu zakazimiz 3 kilometr masofaga 6,5 ming koeffitsient bilan Comfort Plus tarifidan va undan tashqari 4 daqiqa platnajlar bo'ldi. Itogi summamiz 37 ming bilan yopildi. Xudo xohlasa mana prioritetimiz 74 ga qarab chiqib oldi. Biz bemalol boradigan joyi oldindan ko'rsuv bo'ladi. Bizga zakaz qayerdan tushyapti? Orqadan tushyaptimi? Bozordan tushayotgan ekan. 3-kvartal. Amallab o'tib o'sha yoqqa. Shu bilan Sodiq Azimov birinchi proyez 9 kilometrdan ham yo'l bor ekan, 27 daqiqaga, 10 kilometrdan ham bor ekan, 26 daqiqaga. Amallab o'tib degani mana ko'rishingiz mumkin kartada. Mana mijozimiz to'g'irlashdi yo'lni, mana bu yoq tarafda kutadigan bo'ldik. Nur ustiga a'lo nur desa ham bo'ladi. Tushungan odamga sadaqang ketsa arziydi. Endi bu mijoz tezroq chiqsa, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Kilometraj sootветственно 13 kilometrga 902 bo'lib qoldi. Biz baribir mana mana shu kilometrdan ketamiz, chunki bu yo'q juda uzoq. Sog' bo'ling keling. Qancha? 45 ming, rahmat. 50 ming. 2 3 4 5. Do'stim salom olayman mana shuni. Rahmat. Yaxshilik ko'rishing. Sog' bo'ling. Xo'sh, o'rtoqlar. Summamiz 45 ming edi, 50 ming olib qoling dedilar, rozilandilar. 24 daqiqada biz bu zakazni amalga oshirdik. Orqadagi yosh bola shu anqayib chiqishi hisobga olmasa, juda probka edi, lekin yo'llarni birdaniga ochilib ketdi. Alloh nima deydi, bir rahm qilib aytadi-ku, ko'yni ochuvni yo'li ochuv bo'ladi hamisha deydi. Shunaqanaqada yetib keldik xudo xohlasa. Unaqa misol uchun 8-9 balli probka emas, 7 balli probka ketyapti, lekin nimagadir ayrim ko'chalarda mashina juda kam, ayrim ko'chalarda bo'lsa juda ham mashinalar ko'p. Shuning uchun boyagi shu mijozimiz ham hali beri yetib kelolmasa kerak deb kimgadir nimanidir o'sha rashyotlar gapiryaptilar. Yaxshi niyat qiling, xudo xolisa yetib kelamiz desam, men har kuni yuraman shu ko'chadan, bunaqasi bo'lishi mumkin emas degandek qiluvdilar. Lekin mana ko'rsatilgan vaqtdan qariyb 12 minutmi, 10 minut oldin biz yetib keldik. 17:40 da biz o'sha yerda bo'lishimiz kerak edi. 17:36 soat. Здесь? Ага. До свидания. Так, 42 тысячи. Katta rahmat.
Sog' bo'ling, charchamang. До свидания. Xo'sh, aziz do'stlar, May taksidan edi. 4 kilometrga 42 ming so'm naqd pulga chiqarib bergan ekansiz. Bizga Vlyot Comfort Plus'dan 15,5 ming bilan tushdi. Bunisi bo'lsa premium tarifdan, ya'ni o'sha Yandex Premier degan gap, bu ham o'sha rechagiga shu moslashish shunaqa qiyin bo'lyapti. To'g'risi bizda mana shu barra oldida turadigan, pastda turadigan rechagli mashina Scorus shu anaqasiga moslashganmiz. Necha yilda davomida shunaqa haydaganmiz. Bunda bo'lsa rulda bunga moslashish qiyin bo'ldi. Xullas, hozirgi May taksidan Vlyot kelib tushgan zakaz Comfort Pro'dan Comfort Plus deydigan gap, lekin summasi Comfort Plus'dan qimmatroq bo'ladi. May taksida ishlaganlar buni juda yaxshi biladi. Ora-orada May taksi mana shunaqa Vlyot zakazlar berib turadi. Bir bersa yaxshi beradi, lekin bir to'xtab qolsa shunaqa asabga tegadi. Shuning uchun aksariyat hollarda biz majbur Yandexda ishlaymiz. A few moments later. Bura. Там козырек кептіріп. Ama keling, sog' bo'ling, rozi bo'ling, charchamang. Rahmat, rahmat. Xo'sh, aziz do'stlar, 33 daqiqa vaqt, 58.500 so'm pul dan 18 mi nechidir foiz olib tashsa, o'sha bizning kapilkada bo'ladi. May taksidan o'sha hozir aytganimizdek Comfort Pro'ga 16% olib tashlash kerak ekan. May taksining shu taraflari yaxshiki, tarifga qarab foiz belgilangan. Eko mana o'sha elektro degan gap 17%, Comfort Pro 16%, Comfort o'zi 18,5, inklyuziv 0, ya'ni o'shani invalidni koляска bilan chiqarganmiz. Dachning tarif 14, Perigon 18,5, dostavka 18,5, akkumulyator 18, ekonom 17, premium eng katta tarif ham 14%. Qaysi uyingizda? Mashina? Xo'p. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'sh, klientlar shunisi yomon ko'raman, orqaga o'tib qolishini. Tupik ko'cha biladi, hamma orqaga qarab chiqib ketishini, yo dudur-sudirlanishadi. Xullas 12 kilometrga Comfort Plus'dan 62 ming bilan keldik. Aziz do'stlar, 6,5 mingman koeffitsiyenti bilan tushgan zakaz edi. Yomg'ir ajiotaj bo'lib yog'yapti desam ham bo'ladi. Qiyingarchilik, odamlar tupizmligi, haydashni bilmasligi, ularning dastidan siz va biz qiynalishimizni. Xo'sh, o'rtoqlar, soatimiz 2:09 bo'ldi. Biz Sergeliga keldik. 15 kilometrga Comfort Plus'dan 63 ming bilan best koeffitsient kelib tushgan zakaz edi. Nima deymiz? Zakazlarni atmay qurib prioritetlarimizni ham chaynab tashladi. B tochkalarimiz ham ko'rinmay qoldi. Agar B tochkamiz ko'ringanda, ya'niki Sergeliga borishimizni bilgani o'zida biz bu zakazni olmagan bo'lardik. Mayli, вообще молодец mana, вообще. Endi bu safar nomerini ham aytmayman, boshqasini ham aytmayman, чтобы yana kommentariyada odam ajratib olsa, millat ajratib olsa deyishmasligi uchun tupoy haydovchi deb aytaman, bo'ldi. Boshqa gap yo'q. Совсем тупой. Uning holi ming marta yaxshi edi bu. Zakazga kelyapmiz. Qatga borar ekan, kelib ko'ramiz. May taksida mol klientlar ham bordi. Shuni aytadi. Sigaret chekmaganimga ruxsat bermaganimga xullas. Insosi qotib boshqa bu Yandex klientimi tushunmadim вообще. Yana nimadir adalajini qilishmoqchi bo'lishdi, o'xshamadi. Bu nomerligisi aytdim, o'zing mashina sotib olsang dedim. O'shandan keyin bemalol olib qo'rasan. Men xafa bo'lgan joyim, ikkita O'zbekistonlik, bitta turist menga podдержка qilish o'rniga turist qo'pol qilayotgan orqasini yalashyapti-da. Boshqa gap yo'q bu yerda. Nima deyishgan hayronman. Bularga того, что turist o'zi shu gapni gapirardi, salladi. Menga podдержка qilish o'rniga menga podдержка qilsa. Ichib olgan bo'lsa ham shu turist kallasi ishlayapti, biznikilarning kallasi nifiga ishlamayapti.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Jiz urib qo'ymay men borursiz. Yo'q, men. Buni ishni yaxshiroq qilsiz. Ikkiga rementa qo'yishingiz kerak. Yo'q, yurmaydi moshina bu shunaqa bu. Rahmat. Sog' bo'ling, charchamayman. Yo'q, sog' bo'ling. Чтобы вы не оставили под номером свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Xo'sh, aziz do'stlar. Soatimiz 10 kam 2. Comfort Plus tarifidan 10 kilometr masofaga bez koeffitsient 42 ming so'm bilan olib keldik. İşimizni sal vaqtliroq tugatishga to'g'ri keladi, chunki ertaga uyda o'tirishimiz bor, shunga vaqtliroq borib aniq qilishim kerak va undan tashqari mana zapas xodlar haqida ma'lumot beriladiganligi, o'sha xonji zaryadkasi qanchaga yetyapti deyilganligi hozir mana to'g'ri yo'lga chiqib olsin, sizlarga ko'rsataman. Fake xabar yoki qanaqa xabarligini, qancha kilometraj yurishini, chunki men kecha 100% zaryadka qilib ketdim. Mana shu hozir ko'rsatilgan priborimga yana 20 kilometr qo'shish kerak. Chunki zapravkadan chiqib uyga borganimcha va undan uyog'i mana hozir shu ishlayotgan vaqtimizdagi kilometrajga. Shunda mana общий hisob-kitob chiqib keladi. Qadrli do'stlar, juda ham uzun mashina mana. Pechga yoqishni boshlaganmiz. Mana mashina uydan chiqqandan keyin 11 soatdan beri zavat bo'lib turibdi. Kilometraj 226 zaryadkamiz qoldi. 226 ga 20 ni qo'shsa 246 kilometr. Bu shu 100% zaryadkadan keyingi holat. 246 bo'lsa zapas xod 85 ko'rsatyapti. Endi bu oxirigacha yursa 246 ga 85 qo'shsa qancha bo'lyapti? Ana o'sha bizani shu mashinani hozirgi kunda bu tag'im ham hali 100% pechga yoqilgani yo'q. Abduf yoqilib ora-orada pechga yoqilib turildi, ya'niki shu temperaturani ko'tarilib, chunki ham oynalar parlanib ketishi uchun ham o'sha pechkani qo'shishga to'g'ri keldi. Hozirgi mahalda bo'lsa mana yana Abdufda ketamiz biz. Xullas xonji olmoqchi bo'lganlar mana shu narsalarni ham hisobga olib o'tsanglar bo'ladi. Mana realniy hozirgi mahalda mana shunaqa temperaturadagi havoda agar davom etadigan bo'lsa 500 talik o'sha zapas xodli xonji 300 kilometr masofa bosib o'ta oladi. Balkim bu men haydashimni shunaqalar, balkim kimnikidir menikidan ko'proq yurarman-da. Hozir mana zapas xod rasxod 15.4 kilovat ko'rsatyapti 100 kilometrga. Kimnikidir ko'proq, kimnikidir kamroq. Xo'sh, bizga navbatda keyingi zakaz kelib tushdi 1.8 kilometrdan 10 kilometrga Yunusobodga. Yo'q 6.5 ming bilan, yo'q 8.5 ming bilan. Nimaga unaqa deyman? Chunki liniyani qayta bosib o'tganimda srazi tushdi, uspet qilmay qoldim qarashga. Yaxshi kayfli bor, yo'q emas, lekin mana yomg'ir rosa ezyapti desam ham bo'ladi. Qaysidir ma'noda bo'lsa juda ham yaxshi bo'ldi. Yomg'ir yog'ayotgan, chunki kasalliklar juda ham ko'payib ketyapti. Undan tashqari bo'lsa nima deydi, mana bu kuz, почти что kuzligini qilmadi desa ham bo'ladi. Qo'ying charchagan. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили. Klientni promokodi bormi, podpiska qilganmi, Yandexga bilmayman. Summamiz yana 42 ming bilan yopildi. Boyagi zakazimizdan Comfort Plus dan edi, u ham 10 kilometrga edi. U bez koeffitsient tushdi. Bu 6.5 mingmi, 8 mingmi hozir mana ochib qarayman, koeffitsient bilan kelib tushdi. Xo'sh. O'ngam chapga, o'ngga. Koeffitsient bilan kelib tushdi. Mana hozir zakazni ochamiz. $6.5 koeffitsient bilan tushibdi. Hattan bunaqa narx bu Yandexda bilmayman. Xullas o'rtoqlar, soatimiz 4dan 36 daqiqa o'tdi. Ko'rishingiz mumkin. Zaryadka qildik. Shunda mana 92% bo'ldi, chunki rasxodimiz sal ko'payib ketib qoldi. 92% ga yetadigan pulimiz qoldi bizda.
Kovat zaryadga 1400 so'mdan ekan, shu yoqqa qarab yetib keldi. Endi aziz do'stlar, kilometraj keladigan bo'lsa, kechagi zapravkadan keyin 285 mi, 283 mi kilometr biz yurdik. Bugungi ish jarayonimizda ketgan kilometraj bo'lsa 250 kilometr. May taksidan 3 tami 4 ta zakaz qildik. Общий summa 130.800 so'mga. Yandexdan bo'lsa 19 ta zakaz qildik. Itago biz May taksi bilan Yandex qo'shsak va 4 ta odamdan olgan choy pulimizni qo'shadigan bo'lsak, Yandexdan 600 ming, 130 ming va yana 30 ming. 760 ming so'm pul ishlarimizni rovna 12 soat biz ko'chada, liniyada bo'ldik. Shu mashina zavod bo'lib turgan holi bilan, boshqasi bilan. Hozirgi mana bu shu vatmi nima tok podstansiyasidan zaryadga 1400 so'mdan bo'lsa 70 ming zaryadga 690 ming va 40 ming prochi расходimizga 650 ming so'm pul 12 soatga. Endi kimdir yani kommentariyada yozishyapti, komfortni uncha topardim, startni buncha topardim, uncha bunda topardim, buncha. To'g'ri, o'rtoqlar, misol uchun summa unaqacha katta summa emas, misol uchun voy degan hayron bo'lib ketadigan ba'zi bir insonlar kommentariyada bekor bunaqa mashina olibsiz, bunaqa qanaqa qilish kerak emas edi, bunaqa qilish kerak emas edi, qimmat mashina. To'g'ri, hamma misol uchun fikr bildirishga haqli. Lekin men nafaqatgina taksichilik qilish uchun emas, balkim o'zim xohlaganim uchun ham, yengillik bo'lgani uchun Alloh berdi. Biz shu mashinaga o'tirdik. Alloh xohladi, shu narsa bo'ldi. Misol uchun kim nima desa, u o'zining ishi, o'zimizni komfortni ham birinchi o'ringa qo'yish kerak. Ancha ishim yengillashdi, ancha kam chiqimlashdi. To'g'ri, vaqt ketdi. Zapravkada hozir mana salkam 1 soatcha vaqt o'tirdik. Bunaqasiga yo'yadigan bo'lsa ham, agar buni melachovka qilib, detalizatsiya qilib, mel ishlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu sohada ishlashdan foyda yo'q. Ochiq gap. Bu sohani o'zini vakillari, o'zini shu soha uchun yaralgan insonlari bor. Mana men 100% idealni odamman deya olmayman. Ba'zi kelganda mijozlar bilan urushib ketgan joylarimiz bor, gap talashib ketgan joylarimiz bor, urushib bergan joylarimiz bor. Bunaqa holat har doim bo'lib kelgan, chunki taksichini hurmatsizlik qilib, oyoq osti qilishligisiga men yo'l qo'ya olmayman hech qachon do'stlar. Elektromobili keladigan bo'lsa, mashinadan ko'nglim to'q, yangi mashina. Mana endi hozir yana 36 kilometrdan keyin 4000 kilometr yurar ekan. Yumshoqligi, uni kengligi, uni yurishi menga hammasi ochig'i juda ham yoqdi. Bu o'sha yani eski Dorest Honjilidan ancha aqlliroq. Ot kuchi ham ko'proq ekan va undan tashqari oldi shu nima deydi, yuz ko'rinishi ham, tuzilishi ham juda ham bir chiroyli. Gruppamizda bir obunachimizni mana ko'chada ko'rib qolib skrinshot qilib tashlagan ekanlar. Rasmni uzoqdan, ayniqsa boshqa mashinalar orasidan juda ham chiroyli ajralib turibdi. Nima demoqchimanki, mashina avvalambor men o'zim uchun o'z ishimizga kerak, bitta joyda to'xtab qolishimiz kerak emas. Mayli bugun hozir shunaqa past narxlardir, mayli balkim bizda hozir mana shu Rossiyaga o'xshab narx-navo baland emasdir. Bular lekin hammasi sekin-sekin aziz do'stlar rivojlanadi, ko'tarilishni boshlaydi, odamlar o'rganadi. Xalqdagi pulni ham, bularning cho'nchagidagi pulni ham, bu xalqqa topayotgan daromadini ham esdan chiqarish kerak emas. Har bir narsa 100% bo'lmasa ham bir-biriga bog'lanib, chambarchas bo'lib kelayotgan joyi. Men hozir odamlarni yomonlash, ularni unaqa deyish, arzon chaqirdi deyishga ba'zi mahalla jahl bilan gapirib qo'yishim mumkin, lekin bu chin dildan gapirilgan gaplar emas, shunchaki bir psixический bir nima deydi, bir rastoy degan narsa. Aslida esa hech qaysi bir klientdan, hech qaysi bir insondan emas, balkim faqatgina men Yandexdan xafa bo'laman, chunki Yandexning ayranglari juda ham ko'p. Shuni hisobiga mayli ishlab turaylik, xudo xolos Alloh nasib qilsa. Peshanamizga mana shu mashinani haydash yozilgan ekan, bir necha yilda, bir necha vaqt oldin, 1 oy oldin ham misol uchun men salkam 1 oy, даже 1 oy ham bo'lgan edi, Gentra dedim misol uchun bugun bu mashinada ertaga balkim yana boshqa mashina, ba'zi bir obunachilarimiz til bilar ekansiz, ingliz tilini bilar ekansiz, unaqa ekansiz, bunaqa ekansiz, boshqa ish qilmaysizmi deb so'rashyapti. Boshqa nima ish bor? Aytinglar misol, eng kam oylik 15 million ish bo'lsa, mayli biz ishlardim misol uchun shu ishni, lekin unaqa ishni o'zi yo'q deb misol uchun. Unaqa ish bo'lsa, menga kommentariy yozayotgan odam o'zi shunaqa ishga darhol kirib olgan bo'lardi. Nima demoqchimanki, hamma narsa bu yerda pulga taqalyapti. O'zbekistonning asosiy aholisi kunlik daromadga moslashgan, o'rgangan. Men-ku eski bo'pja eski emas, lekin azaldan shu sohada ishlaganim uchun majburligimdan kirganman bu sohaga. Misol o'sha mahal
Shuni hisobi bilan mana qolib ketdi, shu sohadan mana chiqib ketmoqchi bo'ldi, bir qancha marta o'xshamadi, boshqa qilmadi va oxiri mana Allohning mehribonchiligi, bu yoqda oilamiz, yaqinlarimiz shu soha sizga mos kelayotgan bo'lsa, o'zgartiring mashinangizni ham. Ishlab ko'ring, mana shu katta tariflarda odamlarni ko'ring deyishdi. Odamlardan ancha, misol uchun ko'nglim to'q, klientlardan jizzak emas, ancha o'zini bosib olgan. Ana aytadi-yu, puli sal yaxshiroq topish, yaxshiroq odam bo'lsa, u bilan svobodniy gaplashsangiz bo'ladi, uni nolishini kamroq eshitsangiz bo'ladi degan gap so'zlar. Mana xuddi shu narsa bu yerda bor, aziz do'stlar. Startda komforti babi ezilgan, siqilgan, nervishti qilgan, обиженный, kimdir xafa qilgan, noligan mijozlar juda ham ko'p. Ochiq gap. Bu yerda bo'lsa unaqa narsa ancha kamroq. Oldingiga nisbatan nervishti qilishim, xafa bo'lishim, jizzakilashim, asabiylashim mijozlarga nisbatan teng yarimiga desam ham bo'ladi, kamaygan. Ochiq gap. Faqatgina bu yerda hozir nayrangi bilan asabim buzayotgan narsa bu Yandex. Boshqasi emas, faqatgina Yandex. Bo'ldi shu. Qolgan hamma narsa joy-joyida, Xudoga behisob shukr. Bu yerda katta summa topish imkoni balandroq. Avvalambor Alloh, lekin sababini qilib qo'yish kerak. Boya aytganimdek, imkoni balandroq, boyvachcha klientlar bor, balkim qaysi biridir haydovchi bo'lib qolarmiz, balkim qaysi biridir $100 berib olishi mumkin degan ehtimollar bu tariflarda ko'proq demoqchiman. Va yana bir marta qaytarib o'taman, o'sishimiz kerak, o'smasa bo'lmaydi. Zamon talabi. Yangi mashina, GMdan keyingi birinchi o'tirayotgan mani mashinam mana mashi bo'ladi, misol uchun. Почти что butun umr GM haydab kelgan odammiz, misol uchun. Endi to'g'ri boshqa joylarda bir ikki marta uni mashinasini, buni mashinasini bir oylab yoki bir yillab haydaganimiz hisobga olmasa, lekin na постоянный mana birinchi haydayotgan mashinamiz shu. Nima deymiz, sizlar bilan xayrlashamiz, ko'ngilni cho'ktirmanglar, obuna bo'lmagan bo'lsanglar, ekranda ko'ryapsizlar, kommentariyada, opsiyada silkalar bor, Instagram, Telegram, ikkitalab Telegram gruppalarimiz bor, Uklon Yandex qirollari va Taxi Store kanali. Savollarga javoblarni bemalol olishingiz mumkin. Qo'llab-quvvatlab olishinglarni, videolarimizga keng tarqalishida o'zingizlarning hissinglarni qo'shishinglarni so'rab qolamiz. Biz juda ham charchadik. Qanaqa gapiryapman, nima qilaman hozir bilmayman, lekin ochiq gap juda ham charchadim. Charchamanglar, sog' bo'linglar.